lag'mon hidlari telefondan ham yetib borgan bo'lsa kerak. Uyg'urcha ovqatlarga, salatlarga piyozni doim shunaqa shaklda to'g'rab olaman. Uyg'ur ovqatlarida piyoz ko'p qovurilmaydi, yengil qovuriladi. Shu shaklda to'g'ralsa, po'sti ingichka, lekin ko'rinishi shakli shakaram bo'lsa faqat muzey qismini qo'shaman. Qo'shganda ham oldin ikkiga ajratib, keyin to'g'rayman. Bu siri butkul oson. Shunaqa to'g'ralganda yeyishga ham yoqimli bo'ladi. Go'sht tezroq pishishi uchun ingichka to'g'rash kerak. Ingichka to'g'rash uchun esa ozgina muzlatib olish kerak. Go'shtni marinad qilib o'tirmadi. O'chog'ini yoqdim, yog'ini soldim, ketidan go'sht soldim, yaxshilab qovurib, ozgina suv solib dimlab qo'ydim. Agar yazda tayyorlansa, suv sarflamaydi. Uchoq olovni regulirovka qilib bo'lmaydi. Shu so'z o'zbekchasini topolmadim. Bitta kommentariyada yozib qoldiringlar. Shu sababdan go'shtni tez terib, go'sht bo'lsa pishib qolishi mumkin. Go'shtdan keyin mahsulotlar yaxshi qovuriladi. Bolgarskiylarni ketma-ketligida ham ahamiyat berish kerak. Oldin yashil, keyin sariq, oxirida qizil bolgari solinadi. Sababi qizil bolgarskiy yashilga qaraganda tez pishib, tez ezilib ketadi. Jandiq va selder solgandan keyin bo'lsa, suv sovarsa ham bo'ladi. Tuzni suv solgandan keyin solaman. Qovurayotganda solsangiz, mahsulotlarni eziltirib boradi. Men lag'monni pripravasiz tasavvur qila olmayman. Agar lag'mon xamirni retsepti qiziq bo'lsa, profilga kirsangiz, bundan oldingi reelsda joylaganman.